O'zichi bobomning davrida ancha maza bo'lgan ekan. Hamma narsa arzon. Masalan, gugurt 1 tiyin bo'lgan ekan. Yana non 1 tiyin, 2 tiyin. Odamlar ham 1 tiyin edi. Nima deganing bu? Inson qadriyati, haq-huquqlari hammasi 1 tiyin. Hammasi. Janurgul malla sochlar ko'rsatgan zulmlar hozirgacha hattoki bor. Qafas eshiklari bundan ancha yillar oldin qulfsiz qolgan bo'lsa-da, hali ham go'yoki zulmat ichida yotgandek. Nima? Shu davrni qaytishni istaysanmi? Yoki shu davrni yana ham qumsab eslayapsanmi? Yo'q. Shunchaki biroz esladim xolos. Shunchaki ham eslama. Ayanchli tarix aynan o'sha damdan yozilgan. Aynan o'sha damdan. Gapingda ham jon bor. Mana bu videoni ko'rdingizlar. Yaqinda Ester tarix haqida o'zimning shaxsiy fikrlarimni video holda joylashtirgandim. Video izohiga ayrim insonlar kirib o'zining negativ fikrlarini qoldirgan ekan. Menga ularni fikrlari umuman qiziq emas. Men Sovet davrini 1 tiyinga olmayman. Menga hozirgi O'zbekistonimning mustaqilligi, hozirgi O'zbekistonim muhim va uni rivojlanishi muhim. Mana shu O'zbekistonim uchun jonim fido bo'lsin. Salomat bo'lasizlar negativlar.